Assalomu alaykum qarindoshlar. Darli Garnetniki qayg'urmaŋ Bاتۇرلاچە ياشاڭ degan kitobniki eng oxirgi qismi. Bu qismida to'xtashimdagi sababi men qolgan qismlarini butunlay shu Saqliq degan YouTube'niki bosh qismida butunlay o'qib bo'lgan. Chunki yaqinda Xitoy virusi avjab ketganlikdan shu virusga oid qismini o'qib beradigan asosda qaytilab o'qal yerim bor faqat. Shunga hamda ma qismida eng asosli hozir qarindoshlarniki uyqusizlik pekki nachar ekan. Bumu burun so'zlab bo'lgan, shunday bo'lsa-mu maqatdan bir takrorlab shuning bilan bu qayg'urmaŋ Bاتۇرلاچە ياشاڭ degan kitapning tugatgan bo'laman. Ağırlıqның ölüp ketishini keltirib chiqargan sabab hargizmi uyqu qechish kasalligining o'zi emas. Balki ağırlıqның bunda kasallikdan cheksiz anjish qilishi va qo'rqishidir. Turmushdagi bexatarlik tuyg'usi uxlashning oldingi sharti. Biz shuni his qilishimiz kerakki, bizni o'zimizni besib tushadigan bir xil kuch muhofazat qilib turadi. U bizni tong otqicha sog' salomat o'tkazadi. Uyqu qechish kasalligini davolashning yana bir texmi yaxshi chorasi bor. U bo'lsa-mu jismoniy jihatda imkon qadar charchashdan iborat. Siz bu maqsadga to'p o'ynash, suv uzish, chang'i telish, taq chiqish yoki og'ir jismoniy emgak qilish orqali yetalaysiz. Navoda siz uyqu qechish kasalligiga giribdor bo'lib qolgan bo'lsangiz, tuvandagi 4 prinsipni esingizda ching tuting. Birinchi, uyqunuz kelmasa o'rningizdan turib toki uyqunuz kelguncha xizmat qiling yoki kitob o'qing. Ikkinchi, esingizda bo'lsinki, uyqu qechish kasalligiga giribdor bo'lib o'lib qolgan bir odam yo'q. Uyqu kelmaydi deb parishon bo'lish uyqu kelmaslikdan qo'rqinchli. Uchinchi, muskullaringizni bo'sh bahuzur tuting. Badaningiz bo'sh bahuzur bo'lsa, fikringiz va nervingiz bahuzur bo'ladi. To'rtinchi, ko'p harakat qiling. Charchsangiz tabiiy holda uyqungiz keladi. Uxlashni rad qilish usulini qo'llanib o'lib oladigan bir odam bo'lmaydi. Uning ustiga u rad qilaman debmi rad qila olmaydi. Bir odamning irodasi qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, tabiatning uni uxlatish kuchiga qarshilik ko'rsata olmaydi. Kimki zamonaviylashgan cho'ng shaharlardagi shovqin suran ichida ko'nglini xotirjam tutalsa, nerv xarakterlik kasallikka qarshi immunit kuchiga ega bo'lgan bo'ladi. Rahmat, mushu joyda oxirlashdi.